Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, uzoq yaqindan kuzatayotgan jigarlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi uy-joy, fayzli, barokatli xonadon istagida bo'lgan jigarlarimizga sizlar uchun maza qilib yashaydigan 5 sotikli uy-joy xonadon topib qo'ydik. Manzili ham, lokatsiyasi ham, turar joyi ham hammasi joylashuvi, ob-havosi toza, zo'r joylardan. Ko'chalar to'liq asfalt, qaranglar. Maza joylar, jiloy mahalla, betlar buzilish, qurilish, snos hech nimaga tushmagan. Lokatsiyasi ham zo'r, Toshkent shahriga ham yaqin, havosi ham toza, kommunikatsiya tizimi hammasi o'tgan, sharoiti zo'r. Manzilimiz Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani, Qorasuv mebelchilar shaharchasida turibmiz. Rovatak mahalla fuqarolar yig'ini, General Ergashev ko'chasi 134-uyimiz. 5 sotikli xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Yangi qurilgan uy. Gaz ham, suv ham, svet ham, internet hamma tizimlar o'tgan. Ko'chada mana katta yo'ldan 50 metr uzoqda turibmiz mana. Katta yo'l 50 metr. Qo'yliq qachon turgan joyimizdan 18 kilometr. Food Citygacha 14 kilometr uzoqlikda turibmiz. Mana shu xonadon. Chegaralari qaranglar. Mana shu burchakdan boshlanadi. Yangi qurilgan mana. Mana shu uy-joy. Yo'qlarni mana oynalarni ko'rsatib yuboring, orqa tarafini fasadni mana. Ko'rishinglar mumkin. Tomlar hammasi noldan yangi, hali hech kim yashamagan. Mana shu uy-joy 5 sotikli xonadon. Srochna sotilyapti. Kelib ko'rib gaplashib olaverasizlar. Hujjatlari zo'r holatda. Mana shu amakimizning nomida, o'zlarining nomida. Aloqaga chiqib savdolashib olaveringlar. 5 sotikli uy-joyimiz narxini 60 ming so'rayapti dedi. Yana o'tib kelishtirib beradigan joyi bor, xudo xolasa. 60 ming deganim bilan aytganimga sotmayman. Kelishtirib beraman. Barakasi bor deyapti. Pastda ekranda raqamlar to'g'ridan-to'g'ri shu amakining raqamlari. O'zlariga aloqaga chiqaverasizlar. Chiqsanglar bog'cha, maktab, magazin, masjid, Qorasuv mebelchilar shaharchasi, litsey, hamma narsa bor. Turgan joyimizdan Nurafshon shahrigacha, Eski To'ytepagacha 5 kilometr uzoqlikda turibmiz. Sharoit zo'r. Atroflar to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan xonadonni. Ko'ryapsizlar, mana devorlar bilan chiroyli qilingan. Kelib, xudo xolasa olib, maza qilib baraka topib yashaydigan joylar. Sizlarga buyursin, nasib qilsin. Qani ketdik xonadonga. Mana xonadon yap yangi. Qurtdek bo'lib turibdi mana. Darvozaxona kirib kelaverish. Ko'ryapsizlar, uzun bir 3 ta mashina chiqadi. Hovliga bemalol 3 ta mashina kirib ketadi. Mevali daraxtlar ekilgan. Joyni ko'ryapsizlar, nari yo'llarda ham joylari bor. Xohlovchilar bo'lsa, hozir yerini ko'rsatamiz. Yerni ham отдельно sotaveraman, puliga kelsa. Xohlovchilar yerini olsin, xohlovchilar 5 sotik uy joyini olsin deyaptilar. 5 sotik uy joy 60 ming so'rayaptilar. Yerni endi narxini xudo xolasa, do'da kelishasiz. Barakasi bor, mana do'da bilan savdolashaverasizlar. Ha, xonadonga kiraylik. Ichkarilarni, bu yoqlari mana tegi podval. Ko'ryapsizlar. Uy joyi tegi podval. Fundamentlar mana ko'ryapsizlar balandligini. 1.40 ekan fundamenti balandligi. Bismillahirrohmanirrohim. Eshiklari, oynalari hammasi akfadan mana. Kirib kelaverish, kirganda mana teglari pol, отопление tizimi hammasi trubadan, ichkari eshiklar hammasi MDF. Xonadon mana katta, yorug'ishini, bu tarafda ham oynasi bor, отопление tizimi o'tgan, bu tarafdan ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Oynada qo'yilgan, yorug'ishini, отопление batareyalar o'tgan, elektr chiroqlar hammasi mana elektrичествоsi qilib qo'yilgan. Bu yoqdagi xonadon mana bu xonani ko'radigan bo'lsanglar, oyna tashqari taragan, отопление o'tgan, tegi hammasi 100% bor. Eshiklar mana endi hammasi mana. Nimani aytasiz? O'rtaligini mana. Ha. Mahmudda mana xohlovchilar bo'lsa, otam aytayotdilar. Mahmudga nima qilgansiz? Gipsokardon qilingan ekan. Xohlasanglar eshik qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar
ochib tashlab uzun koridor qilsanglar bo'ladi. Hozir narigi tarafdan ham o'tib ko'rsatamiz. Elektr montaj hammasi mana qilingan. Bu tarafdan kiramiz. Va koridor bo'ylab xona-xonalarga bo'lingan. Mana atapleniya o'tgan, oynalar, pol, patolog hammasi qilingan. 60 ming so'ralyapti. 5 sotiklik uy joyga yangi qurilgan. Yana o'tadigan kelishadigani bor. Bu yoqda xonasi. Mana chiroyli qilib remontlar qilib, ranglar berib, oqlab, ko'klab, gulga qilib qo'yilgan. Qol qilgani yaxshida, barisi yashqasa zaxira, qol qilsa zo'r bo'lib turadi. Endi kirgan qanaqa bari? Koridorlargacha mana ko'ryapsizlar, atapleniya tizimi o'tgan. Keling, yo'q o'ting. Mana bu tarafda oshxona ichkarida hamda sanuzelga o'tib ketasiz. Hozir eshik yangi qo'yilgan ekan, ko'ryapsizlar mana. Yangi qo'yilgani uchun ochmadik, tegmadik. Hamma narsasi yangi. Oshxonaga uyning ichidan ham o'tsa bo'ladi, hamda mana bu tarafdan ham o'tsa bo'ladi. Oshxona hamda sanuzel. Mana bu yoqdan ko'rsatgan bo'ladi, men ham ko'rsatib qo'ying mana. Oshxona hamda sanuzelga o'tiladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana endi bu oshxonani очистной сооруженияsi, oshxonaniki mana. Banyaniki ekan mana. Очистной сооруженияsi. Orqa tarafda, mana bu orqa tarafda oshxonaniki ekan. Xuddi shunaqa очистной сооружение suv ketadigan joy. Mana bu hojatxonasi mana. Hojatxona hammasi toza, chiroyli qilib qilingan. Kegara 5 sotik mana mashki kelyapti. Mana bu yog'iga shunday devor urasizlar, oxirigacha ikkita tarafga devor urasizlar. Mana shu uy joy. Mabodo xohlovchilar bo'lsa, yo'q, menga uyi kerak emas, men yerini olaman desanglar, mana yeri ham bor. Отдельно. 4 sotik, 5 sotik, endi kelishchilarga bog'liq, otaxon bilan kelishasizlar. Yo'q, yerini olamiz desanglar, yerini ham olaveringlar mana. Savdalashib ota bilan hujjatlari hammasi joyida ekan, o'zlarining nomida ekan. Xudo xolasa sizga buyursin, nasib qilsin. Ekrandagi raqamlar uy-joy xonadon egasiniki. Joninglar sog' bo'lsin, xizmatinglarda Temir Karvon. Hammaga rahmat.